nima qilasiz yuzlab odamlarni qalbiga kirishga urinib? Bu imkonsizki. Allohga yoqishga urining. U siz yoqmoqchi bo'layotgan odamlarning qalbi ham Allohda-ku. Allohning iznida u qalblar. İstasa ularning hammasiga sizni sevdirib qo'yadi. Muammo emas. Lekin siz Allohga yoqmaydigan ishlar qilsangiz, ichimizda deylik, unday bir kir, unday bir maraz, bir kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, qancha harakat qilsak ham o'zimizni ularga sevdira olmaymiz. Allohning izni bo'lmagan hech bir ish bo'lmaydi. Allohning izni bo'lsa hech kim qarshi bo'la olmaydi u ishga. O'shaning uchun bizning dardimiz odamlarga yoqish va ularning ko'ngliga kirish bo'lmaydi. Bizning dardimiz o'zimizni topish bo'ladi. O'zimizni tanish bo'ladi. Chunki o'zini tanigan taniydi Robbisini, bu hayotni, yashashni ma'nosini, mazmunini. Boshqa bir yo'li yo'q. Hech kim buni boshqa bir yo'lini hali isbotlagan, topgan, ko'rsatgan yo'q.